siz fabrikaga kelganimdan afsuslanmayman. Bu ham bo'lsa o'sha oilam Zulfuzarni taklifi bilan bo'lgan. Men o'zim kelolmay yuraverganman, ishim ko'p yuraverganman, Yandex qilib yuraverganman. Boraylik, men o'qiyman degan bor farzandimiz bo'lgan. U darsga kirsa farzandimni men ushlab turganman. Birinchi farzandimizdan keyin yig'ilavergan. Bo'lmagan darsga o'tirib, to'xta degan, men o'zim o'qiyman, qo'y deganman-da. Shu darsga o'zim o'tirib boshlaganimdan keyin boshlanib ketdi shu narsa. Siz biznes g'oyangiz emas ekan, keyin nima kelgan? O'zi har bitta muvaffaqiyatli erkakning orqasida yaxshi bitta ayol turadi-da, bunday olib qarasa. Azakan oldiga bir kun kirdim, biznes qilishingizga pul kerakmi dedilar. Yotibdilar bo'lmasa, o'tirib gaplashib. 5 million nimadandir keluvdi ustoz, eslolmayapman. 5 million pul berishim kerak bo'lganmi? 4 millionni menga berganlar-da, shuni oling-da, biznes qiling. Qaror ko'taringda, pul topganingizda qaytarib berasiz. Bittada berganmi? Bo'lgani ham. Yo'q, 3 ga to'rga. shuna bittada. Jamshidga bo'lib Chunki azaka hammaga ham pul taka beravermaydi. Sababi o'sha ko'zi yetsa, ishonsa, shu haqiqatdan tirishqoq bo'lsa beradi. Shu pul havoga ketishi kerak emas, birovning haqqida-ku. O'sha birovni balki mendan yaxshiroq insonga bersa, yana ham yaxshiroq qilar u.